Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi mavzuyimiz AQSh migrantlari haqida. O'tgan yili AQShdan ketganlar soni kelganlar sonidan ko'p bo'ldi. Bu holat 1930-yillardagi Buyuk depressiyadan buyon ilk marotaba kuzatildi deb Wall Street Journal xabar beradi. 2025-yilda 1930-yillardagi Buyuk depressiya davridan buyon ilk marotaba AQShda ketganlar soni kelganlar sonidan oshdi. Brookings instituti hisob-kitobiga ko'ra esa o'tgan yili AQSh fuqarolarining sof ketishi taxminan 150 ming kishini tashkil etgan. Tahlilchilar 2026-yilda bu farq yanada oshishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Biroq rasmiy statistika barcha ketganlarni ham qamrab olmaydi. Ichki xavfsizlik vazirligi ma'lumotiga ko'ra esa 1 yil ichida 675 ming kishi deportatsiya qilingan. Yana 2,200,000 kishi esa mamlakatni ixtiyoriy ravishda tark etgan. Shu bilan birga AQShga 2,5 milliondan oshiq migrantlar kirib kelgan. Bu 2023-yildagi eng yuqori ko'rsatkichdan deyarli 2 barobar kam. Biroq alohida tendensiya aynan amerikaliklarning o'ziga taalluqli. Tobora ko'proq fuqaro xorijga ko'chib ketmoqda. Wall Street Journal 15 davlat ma'lumotlarini o'rganib, faqat rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra kamida 180 ming amerikalik shu mamlakatlarga ko'chib ketganini aniqlagan. Asl raqamlar bundan yuqori bo'lishi mumkin. Mutaxassislar xorijdagi AQSh disappointini 4 yoki 9 million kishi deb baholamoqda. Yevropa asosiy yo'nalishga aylangan. Portugaliyada amerikaliklar soni pandemiyadan beri 500% dan ortiq o'sgan va o'tgan yilning o'zida yana 36% ga ko'paygan. Ispaniya va Niderlandiya ularning soni esa so'nggi 10 yilda deyarli 2 barobarga oshgan. Chexiyada esa 2 barobardan ko'proq o'sgan. 2025-yilda Germaniyaga ko'chib kelgan amerikaliklar soni AQShga ketgan nemislar sonidan ko'p bo'lgan. Irlandiya esa taxminan 10 ming nafar AQSh fuqarosi qabul qilingan. Bu o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga ko'p. Shuningdek, AQSh fuqaroligidan voz kechishi holatlari ham ortib bormoqda. Immigratsiya kompaniyalari 2024-yilda bunday arizalar to'ldirishni boshladi. Ya'ni siz tashqi davlatlarga ko'chib ketishni xohlaysizmi? 48% ga oshganini qayd etdi bunday arizalar. Britaniya va Irlandiya pasportlarini olayotgan amerikaliklar soni rekord darajaga yetdi. Sabablar turlicha ko'rsatilmoqda. Yashash xarajatlarining o'sishi, jinoyatchilik xavotiri, siyosiy qutublanish va AQSh prezidenti Donald Trump davridagi siyosatdan ko'ngil qolish. Galipol so'rovi natijalariga ko'ra esa har 5-amerikalik xorijga ko'chib ketishni istayapti. Holbuki bu so'rovnoma 2008-yildan bunday javob har 10-kishida bor edi. 24-fevral kuni Kongressda so'zga chiqqan Donald Trump AQSh iqtisodiyoti boshqa rivojlangan davlatlardan ilgarilab ketayotgani, qat'iy migratsiya siyosati esa noqonuniy migratsiyaga qarshi qaratilganini, o'z fuqarolariga emasligini ta'kidlagan. Shunga qaramay, ketish ko'llarni Amerikaning jahonning asosiy jozibador markazlari sifatidagi avvalgi imijiga savol tug'dirmoqda, deb xulosa qiladi Wall Street Journal. Siz nima deb o'ylaysiz? AQShdan nima uchun aholi ko'chib ketmoqda? Izohlarda o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldiring.